Assalomu alaykum Bekaz YouTube kanali obunachilari. Biz yana yangi haftani boshlab oldik. Hafta kuni yakshanba masalasi esa 8-fevral 2026-yil Oslive bilan yangi haftada Gentra narxlarini ko'rib chiqamiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Biz videoni boshladik. Xo'p, yangi haftada Gentra lasetlar narxlarini Oslive bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi mashinamiz qora rangdagi Gentra avtomat, adashmasam. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, ABS bilan jihozlangan mashinamiz benzinda harakatlangan. Kraskasi tozami tog'a? Kraskasi toza, 4 yumshoq balon qo'yilgan. O'zini zavodga sakadiskasida shimzalasiya bo'lgan. Tayyorlab ko'rib qo'yilgan. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi chiqolar kiydirilgan. Olsinada abagretan bor, avtomat korobkada, o'zini zavodga magnitofonida. Xo'p, lyukan bor mashinamizda. Xo'p, orqa salon holatlari. Orqa video registratorlar qo'yilgan. Bagaj xonalarini ko'rishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimizdek benzinda harakatlangan, ko'rishlaringiz mumkin. Zapaska tushmagan germetikalar e'tibor beramiz. Boshishamiz tindiq bo'lib to'xtabdi. Xo'p. Tayyorlovga qancha ruxsatnomasi bor? Tayyorlovga 3 oy ruxsat. Tayyorlovga 3 oy ruxsatnomasi bor ekan. Kraskasi 100% toza, benzinda harakatlangan avtomat korobkada. Xo'p, nechinchi ishlab chiqarilgan? 23-yil. 2023-yil ishlab chiqarilgan. Probegi 25 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Xo'p, narx qancha deyapsiz? 14.500. Aytish narx nasib bo'lsa 14 ga bitadi-da. Ha, telefon qilsalar gaplashasizlar nasib bo'lsa. Ha, telefon nomeringizni aytib o'ting. 93-968-06-46. WhatsApp, Telegram bor? WhatsApp, Telegramlar bor ekan. Misol video o'rgan akalarimiz, Gentrachamiz. Xo'p, navbatdagi Gentra mashinamiz avtomat korobka oq rangda. Motor xonalarini ko'rishlaringiz mumkin. 4-paketda metan gaz qo'yilgan. ABS bor. Amerikanka faralar qo'yilgan. O'zini diskasiga yumshoq balonlar qo'yilgan. Mashinamizga polni beton shimizalasiya qilingan, tayyorlab ko'rib qo'yilgan. Salon освещение, обшиват, xo'p. Chqol, olsinada abagretan bor. Avtomat korobkada monitor qo'yilgan. Chevrolet rul, lyuk. Orqa salon holatlari. Bagaj xonalarini ko'rishlaringiz mumkin. Metan gaz baloni jihozlangan. 4-paketli zapaskasi tushmagan radnoy. Xo'p. Kraskasi tozami? Kraskasi Takreloda 15 bor. Xo'p. Yil necha? 22. 2022-yil ishlab chiqarilgan. Tayyorlovga ruxsatnomasi qancha? 1 oy. 1 oy ruxsatnomasi qolibdi. Xo'p. Narx qancha deyapsiz? 12.200 man bir namoyish beraman. 12.200 aytish narx nasib bo'lsa tushib bergan joy bor. Probeg 96 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Telefon nomeringiz? 99lik 383 necha? 0233 nomerlariga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Oq rangdagi Gentrachamiz. Polni marafetchalar qilingan. Xo'p, Gentra lasetlar qatoridan navbatdagi lasetchamiz. 1.8 motorda ABS bor. Benzindami? Metan qo'yilgan ekan. Shimzalasiya bo'lmagan. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Tiniq to'xtab, tiximchiskalar qilib qo'yilgan. Mexanika korobka, o'zini zavodga magnitofonida, zavodga rul, orqa bagaj xonalari ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, zapaska tushmagan. Metanchamiz. O'zing qo'billikda? Ishlab chiqargan yil necha aka? Yili 13. 2013-yil ishlab chiqarilgan. 2013 yili mashin zangchalari olingan tamom. Zang olingan, bu yerga radnoy yana polni radnoy. 108 ta yurgan. 108 ming kilometr yurgan. 2013. Metanlari bor, yaxki balonlar to'qilgan. Qo'yish yana nima? Narx qancha deyapsiz? Narxini 8 so'rayapmiz, kelishtirib beraman aka. Bir nima o'tib beradilar nasib bo'lsa. Ha, chiroyli qilib beramiz. Telefon nomeringiz? 91lik 312 1176. WhatsApp, Telegram bor? WhatsApp, Telegram bor shu nomer. WhatsApp, Telegramlar bor ekan. Musofir yurgan akalarimiz. Lasetchamiz
pul yengilroq Gentra so'ragan akalarimiz uchun Gentra mashinchamiz. Motorxonalarni ko'rishlaringiz mumkin. Soatga ishlab turibdi mashinchamiz. ABS bor. Xullas salon holatlarni ko'rishlaringiz mumkin. Tiniq to'xtabdi. Xo'p, narx qancha deyapsiz aka? Narxini 7300 so'rayman. 7300 mashina sostansiyaga menimcha arziydi bu pulga. Metan gaz bilan qo'yilgan. Xo'p, kraskasi tozami aka? Kraskasi 100% toza nasib bo'lsa, xo'p. 2016-yil ishlab chiqarilgan, probega 87 km bosib o'tgan. Kraskasi 100% toza. Xo'p. Mashina shu sostansiya o'zi gapiryapti aka, tiniq to'xtab. Endi shu bekatda kanal obunachilari uchun narxini bir tushirib bersangiz, oxirini ashta qolgani. Bir nima aytib beramiz? 7100 qilib beramiz mayli obunachilar sizga. 7100, 7000 qilaylik. Kesillar. 7100 ga nasib bo'lsa olib ketasizlar. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik 614 614 2995. 2995. Arzon Gentra qidirayotgan akalarimiz uchun. Xo'p, navbatdagi Lazetchamiz avtomat korobkada. Xo'p, mashinchamiz motorxonalarni ko'rishlaringiz mumkin. 1.8 avtomat ekan, ABS bor. To'rtinchi pakalanga propan qo'yilgan. Yumshoq qo'llar qo'yilgan. Shimzalasi bo'lmagan, salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Chiqol kiydirilgan, avtomat korobkada monitor qo'yilgan. Xo'p, lift bor mashinada. Orqa salon holatlari. Bagajxonalarni ko'rishlaringiz mumkin. Tabletkami, propan? Tabletka? Propan. Tabletka. Zapaskan joyiga qo'yilgan. Kraskasi qayerlarda bor? Kraskasi 100% toza deyishyapti. Nechinchi yil ishlab chiqarilgan? 2009-yil ishlab chiqarilgan. Probegi 190 km masofani bosib o'tgan. Xo'p, narx qancha deyapsiz? $7000 aytish narx tushib bergan joy bor nasib bo'lsa. Xo'p, telefon nomeringiz? 94lik 540 17. WhatsApp, Telegram bormi? WhatsApp, Telegramlar bor ekan. Arzon avtomat Lacetti qidirayotgan akalarimiz uchun. Xo'p, navbatdagi Gentra mashinchamiz. Xo'p, 4-pakarangdan metan qo'yilgan. ABS bor. Rangi GCV rangda. Shimzalasi bo'lmagan. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Chiqol kiydirilgan, mexanik korobkada magnitofon qo'yilgan. Orqa salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Metan gaz bilan qo'yilgan mashinamizga. Kraskasi qayerlarda bor aka? Kraskasi nashira ozgina bor ekan. Ishlab chiqarilgan yil aka. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi 280 km masofani bosib o'tgan. Narx qancha deyapsiz? 6000 bo'lcha eng oxiri. Telefon nomeringiz? 33 058 46. WhatsApp, Telegram bormi? WhatsApp, Telegram'ingiz bormi? WhatsApp, Telegramlar bor ekan. Arzon Gentra so'ragan akalarimiz uchun. Bitta Sparkchani puliga Lacetti topib qo'ysan, nima deysizlar? Xo'p. Motorxonalarni ko'rishlaringiz mumkin. 1.6 motorda ABS bor mashinamizni. Xo'p. Balonchalar yaxshi holatda turibdi. Shimzalasi bo'lgan ekan. Sanapshos qilingan, yaxshi chiqol kiydirilgan, mexanika korobkada magnitofon qo'yilgan, rul qo'yilgan mashinaga. Bas, orqa taraf holatlari. Bagaj qismlarini ko'rishlaringiz mumkin. Benzindan aka? Kraskasi qayerlarda bor? Zanglar olingan, xolos. Xo'p, ishlab chiqarilgan yili 2006-yil ishlab chiqarilgan 1.6 mexanika korobka. Narx qancha deyapsiz? 4,5 kelishamiz. 4,5 aytilish narx nasib bo'lsa 4000 ga bitadi-da. 4000 ga bitadi-da.
Yo, sal teparoq. To'nga bir nima qo'shsalar bitat nasib bo'lsa. Telefon beringiz. 458 80 80 93lik. 93lik 458 80 80. WhatsApp, Telegram bor? Ha, bor. WhatsApp, Telegramlar bor ekan. Xullas aytishamiz, arzon lasetti so'ragan akalarimiz uchun. Gentran mexanikasi bo'lsin, kam probegi bo'lsin degan akalarimiz uchun mexanika korobka Gentramiz. Xo'p, ABS yo'q. Xo'p, probeg ham kamgina. Shunzalasiya bo'lmagan. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi chiqonlar kiydirilgan. 2 seriyada abagreif ham bor mana. Mexanika korobkada magnitofon qo'yilgan. Orqa salon holatlari. Bagajxonalarni ko'rishlaringiz mumkin. Hamma yog'i radnoy to'xtabdi. Tiqilib qoldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Tiniq bo'lib to'xtabdi. Zapasga tushmagan germetikga e'tibor beramiz. Ishlab chiqargan yil aka. 2023-yil ishlab chiqargan probeg bor yo'g'i. 9000 deysizmi? Ha? Probeg 9000. 9000. 9000 kilometr masofadan bosib o'tgan. Kraskasi absal turadi, benzinda harakatlangan. Xo'p, narx qancha deyapsiz? 12000 deyapman. 12000 aytish narx nasib bo'lsa tushib bergan joyi bor ha. Joyi bor. Shu beramiz. Telefon beringiz. 91lik 402 1410. WhatsApp, Telegram bormi? Bor. Bas- WhatsApp, Telegram boshqa nomer. Mana WhatsApp, Telegram boshqa nomer ekan. Xo'p. Gentrachamiz allaqaysi sizlar bo'ladi. Gentra qidirayotgan akalarimiz uchun. Navbatdagi Gentrachamiz avtomat korobkada. ABS bor. Benzindami? Benzinda harakatlangan. Shumzalasiya bo'lmagan. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Chiqol kiydirilmagan. 2 seriyada abagreif ham bor. Avtomat korobkada monitor qo'yilgan. Lyuk yo'q ekan mashinamizda. Bagajxonalarni ko'rishlaringiz mumkin. Tiniq to'xtabdi. Realni auksion. Davins beriladimi? General Davins nimaga? General Davins beriladi nasib bo'lsa. Xo'p, ishlab chiqargan yil aka. 2023-yil ishlab chiqarilgan. Bezlik variantidan. Kraskasi tozami? Kraskasi 100% toza. Narx qancha deyapsiz? 13 deyapmiz. 13,5 deyapmiz, kelishamiz. Probegi? Probegi 5 euro. Telefon beringiz. 90lik 710 31 73. WhatsApp, Telegram bormi? WhatsApp, Telegramlar bor ekan. Musofir yurgan akalarimiz. Gentrachamiz